Bu nima desangiz, termo romlarda ichki ko'rinishi, ya'ni termo eshik romlar. Mana bu eshikni, mana bu termo eshikni, mana bu yerda termo rom bor. Bularni ichki ko'rinishlari xuddi shu holatda bo'ladi. Termodan hozir katta yangilik, ya'ni nima yangilik? Mana bu o'rtasida termo mosti, o'rtasi endi endilikda zavodda pena quyib chiqadi. Ya'ni bu yerda pustoy bo'lmaydi. Mana realniy holatdagi termoning ichki ko'rinishi, mana bu joyini ponni holatda endilikda pena quyib chiqadi. Ozgina shoshmay turay, keyinroq qildiraman degan termo eshikdagi akalar uchun bu juda ham yaxshi, chunki buni ham bir hikmati bor edi. Endilikda siz termo eshik rom xarid qiladigan bo'lsangiz, albatta o'rtasida penasi bo'ladi. Endilikda termoni zakaz qilmoqchi bo'lsanglar, u termolarda 4 xil turkumlari bor. Ya'ni Engelberg termon 57 seriyasidan boshlab biz sizlarga shunday fayllarni tashlab beramiz. Ya'ni bu fayllar xarakteristikasi, qanaqa holat, tashqi dizaynini buni kompyuterda ochib bemalol tanishib chiqsangiz bo'ladi. Shularni tanishib chiqsa tavsiya qilamiz, chunki siz zakaz qiladigan, xarid qiladigan termolar qanday holatda, stena devori qanaqa, standarti qanaqa, qanchalik kattalik joyga buni qilsa bo'ladi, maksimal og'irligi qanaqa, bu yerda hammasini batafsil mana shovqin o'tkazishlar holatlarigacha yozib qo'yganmiz. Shuning uchun termoni zakaz qilishdan oldin podrobniyroq tanishib chiqmoqchi bo'lsanglar, albatta bu fayllarni biz sizga tashlab beramiz va bularni ichidan ko'rib o'zingiz tanlasangiz bo'ladi. Bu fayllarni ataylab sizlar uchun tayyorlaganmiz. Ya'ni qo'ydiradigan romlarini ko'rsin va qay holatda, stenasi, devori qanaqa va siz beradigan razmerlarga qay darajada bular standartga javob bera oladi. Issiq sovuq o'tkazish qanaqa? Mana yuqorida ko'rib turgan o'rtadagi bo'shliq to'laqoncha pena bilan qoplandi. Hozirda endilikda zavodda ichida penasi bilan chiqadi. Bu yerda hamma ma'lumotlarni fayl orqali biz sizlarga tashlab beramiz. Tashqi ko'rinishlari o'sha holatida, tashqi ko'rinishi hamda dizaynlarini ko'rmoqchi, bilmoqchi bo'lsanglar, bu yerda showroomda qo'yganmiz. Ya'ni showroomlarimiz bor. Toshkentda, Andijon, Namanganda showroomlarimiz bor. Bu yerga kelib turib, ichki ko'rinishlari, tashqi holatlarini bemalol furnitura va oynalari bo'yicha bu yerda ma'lumot olsangiz bo'ladi. Ya'ni bu tashqi ko'rinishlari hech qanday holatida o'zgarish yo'q, lekin ichki holatlarida issiq sovuqni ushlash maqsadida qilindi. Bu katta romlarimizni ko'pchilik hozir panorama katta rom qo'yyapti, lekin qay holatda bo'ladi tasavvurga sig'dira olmaydi. Shuning uchun tasavvurga sig'dirish uchun biz iminni katta qilib rom qo'yganmiz showroomga. Ya'ni bu yerda hozirgi zamon talabi kattaroq rom bo'lgani uchun katta romlarni dizaynini tasavvur qila olsin deb shu dizaynlarni tanlaganmiz. Bu yerda kichkina holatlarida ham bor. Albatta showroomga tashrif buyuring. Siz qayerdansiz, qaysi manzildansiz yozsangiz, albatta biz sizga aloqaga chiqamiz. Sog' bo'linglar.